O'zbekiston Super Kubogi g'olibini taqdirlash marosimini ochiq deb e'lon qilamiz. G'oliblarga musobaqa bosh sovrinini topshirish uchun martabali mehmonlarni maydon markaziga taklif etamiz. O'zbekiston Professional futbol ligasi bosh direktori Diyor Xo'jayev, Uzcard kompaniyasi vakili David Tsekvava, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov, Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov, Farg'ona viloyati hokimi Xayrulla Bozorov. Deyarli jamoa bosh murabbiyi e'lon qilindi. Juda katta hissa qo'shayotgan shaxsdan vodiy futboliga. Faqatgina Farg'ona viloyati hokimi emas, balki Andijon viloyati hokimi ham bu yildan boshlab turib boshqa darajaga olib chiqyapti. Hakamlarimizni taklif qilamiz. Bosh hakam Temur To'xtasinov. O'yinni yaxshi boshqardi Temur To'xtasinov. Marajabov, Ya'ni Ziyodulla Abdurahmonov, zaxira eng hakami konfliktli paytlarda Jo'rayev, futbolchilarni sal bo'lsa ham ajratib joy-joyiga qo'yib turdi. Avar hakami Endi olib chiqayotgan paytda o'chirib o'tirdi. Asosiy vazifa shu edi. Qolganini futbolchilar eplashardi o'zlari. O'z qizig'i shunaqa o'yinda faqat bitta sarflashlik ko'rsatildi. Endi uni ko'rsatmasa bo'lmasdi-da. Potensial istiqbolli Futbolchini o'zi ham bu yerda rozi edi sarflashga. bermasa, men uchun ko'rsatib iltimos bergan. Cho'ntakdan olib o'zi ko'rsatadi. Tashkilotchilar, rahbarlar, stadion va mezbon egalari, hakamlar hozir sahnaga ko'tarilishdi. Super Kubogi sohibi Farg'onaning Neftchi jamoasi vakillarini taklif qilamiz. Butun stadion hayqiradi. Tarkibni e'lon qilib boraman. O'zbekiston Superligasi chempionlari, O'zbekiston Super Kubogi sohiblari maydonga taklif etilishdi. Turnirning nomida super so'zi bo'lishi kerak ekan, Neftchiga tushundik. Ibrohim Halil Yo'ldoshev, Abrorbek Ismoilov, Jamshid Iskandarov, Stipe Peritsa, Anvarjon G'ofurov, Alisher Odilov, Futbolchilar nomma-nom aytib o'tilyapti. Suxandarov sharhlovchi, shuning uchun indamay turibmiz. Akbar To'rayev, Izzatilla Po'latov, Ikrom Aliboyev, Vladimir Yovovich, Xurshid G'iyosov, Asilbek Jumayev, Muhsinjon Ubaydullayev, Rustambek Fomin, Zoran Marushev, murabbiylar shtabi, bosh murabbiy Islombek Ismoilov, yordamchi murabbiy Hans-Yurgen Göde. Bir paytlar O'zbekiston yoshlar terma jamoasining ilk jahon chempionatiga chiqishiga sababchi bo'lgan Yurgen Gede ham bugungi kunda keyinliklar poralagan chempionat, Ispaniya, Argentinalar bilan o'ynalgan chempionat. Sanjar Saidov, Baribir o'zining falsafasi bor, qarashlari bor. Germaniyadan kelgan odam hech bo'lmasa pressingga ulishini qo'shadi. Gegen pressingga aylantirmasa ham pressingga qo'shadi. Va bosh murabbiy ham pressingni yoqtiradigan murabbiy, o'zi yoshlikka tajriba yordamga olib kelindi. O'zi o'sha Turonda bosh murabbiy bo'lib yurgan payti O'zbek Nagelsmann deb ataladi. Nagelsmann yosh murabbiy bo'lgan-ku. Keyin kompyuter bilan yuradigan murabbiylar. Planshet. Arteta Simon. olqishlab turamiz. Oltinga burkangan yigitlar chiqishdi va hozir kubokni boshi uzra ko'tarishadi. Endi esa bosh sovrin o'z egalariga topshiriladi. Xayrilla Bozorov shu yerda qolsalar ham bo'ladi. O'tgan gal ham shunaqa bo'lgan edi chempionlikda. O'zi inson
tabiiy haqqi bor deydi odam. Ha. Haqqi bor holatda hozir Neftchi jamoasi O'zbekiston Superkubogi sohibi. katta Neftchi Superkubok sohibi. Farg'ona to tonggacha kuyla. Farg'ona tong otguncha bugun uxlamaslikka, bayramni nishonlashga haqqi bor. Bobur Arena mana ko'z o'ngimizda Bay Arenaga aylandi qo'ydi. Super Neftchiga aylandi. Superliga, Super Kubok, super mavsum starti va bugun super o'yin ko'rsatgan jamoa g'alabani bayram qilyapti. Ha, farg'onalik super muxlislarni ham ushbu albatta. ajoyib g'alaba bilan tabriklaymiz. Endi finalda ular to'g'risi Paxtakorning uchishdi. Bu tomoni ham bor. Yanada Super raqibni. qadrini oshiradi. Kubokni xohlagancha ko'tarishlari mumkin. 3-4 martalab ko'tarib nishonlashga haqlari bor. Jamshid Iskandarov, chempion yigit, kelgan joyini xarakterini o'zgartiradigan, chempion jamoaga aylantiradigan ajoyib iqtidor. Uni ham tabriklab qo'yishimiz kerak. Uning ham hissasi baland. Uning ham hissasi baland. Demak, katta muxlislar mana shunday paytda xor bo'lib turishlari kerak do'stlar. Reportajni yakunlash asnosida bir paytlari Islom Ismoilov ishlatgan mashhur fraza bilan yakunlasak yaxshi bo'ladi. Mana haqiqat bor. Haqiqat qani deganda, mana haqiqat bor. Islomjon, tabrik, qutlaymiz. Farg'ona tong otguncha bemalol bayramni nishonlashga. Bugungi o'yinni Muhammad Soliyev, Xayrullo Hamidov sharhlab bordi. Mana shunday qiziqarli o'yinlarni ko'rishguncha salom.